Endi точно ham ozayman do'stlar. Qorinni yo'qotish uchun, ozish uchun nima qilish kerak bizda ko'p odam so'raganda, ozish uchun o'zi aslida yugurish kerak ekan. Yugurganda ham yugurish kerak ekan, tez yurish kerak ekan do'stlar. Xo'p, assalomu alaykum ahli YouTube. Stadion qilish xizmati necha pul bo'lyapti soqqalik ishlardan yoki tom yopish xizmati. Mana stadionni ham do'stlar konteyner tomdan yopib berishgan ustalar. Polniy hammasi konteyner qilingan. Mana e'tibor qilinglar. Eng qizig'i bor, mana shu yoshlarimizdan xudo xolasa mana gol bo'ldi do'stlar. Chempionlar chiqadi, shu yoshlar uchun ham yoshlar futbolist bo'lib kelajagimiz biz ham bir chempionatga boraylik bo'lish uchun like qo'yib, kommentariyaga malades o'zbeklar bolalar deb yozinglar kommentariyaga. Xo'p, va yana bitta savol, o'z fikrlaringizni aytinglar. O'zbekistonda o'zi jahon chempionati bo'ladimi, yo'qmi degan savolga javob beringlar. Meni fikrim bo'yicha bo'ladi, xudo xolasa. Chunki O'zbekiston rivojlanyapti. Xo'p, usta aka, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Tanjoningiz sog' bo'lsin. Mana shu bolalarimizni, farzandlarimizni sportsmen bo'lib, haligi telefon o'ynaydigan, bema'ni bittasi ko'radigan bas sportsmen bo'lishiga sababchi bo'lyapsizlar, to'g'risi, alhamdulillah. Aka, stadion qurish xizmati, bu stadion endi hamma beradigan savollar qor bosib qoladimi? Shamolda uchib ketadimi degan savol aka. Yo'q, xudo xolasa qor bosib qolmaydi. Garantiyamiz bor aka. Shamolda uchmaydigan mana betonlar quyilib mustahkam bo'ladi. Betonlarni ham o'zingizlar qo'yib berasizlarmi yo ustalar nima qilib beradimi? Yo'q, biz ramasini tayyor qilib o'rnatib beramiz aka. Betonni o'zlari tayyor qilib qatirib berasizlar yerga. To'ppa-to'g'ri aka. Mana shunda ham qimmillamaydigan qilib qatirib beramiz. Ha, qimmillamaydigan qatirib berasizlar. Baquvvat qilib. Bularning ishi faqat sal qoldi gol bo'lishiga. Malades. Bolalarni ko'rib, meni g'ayratim kuchayapti. Qonim yo'qolishimi. Yugurib olganlarim kelyapti. Aka, bu stadion xizmati buni qanaqa hisoblanadi? Kvadratiga hisoblanadi, turishiga hisoblanadimi aka bular? Aka, stadionlarimiz ham har xil hozir. Qarang, kimdir tomini 3 burchak qilib yoptiradi. Kimdir mashq ko'rinishda arka qilib qo'yib bering deyapti. Kimdir misol 2 chekasini 4 metr, 5 metr stolga qo'yib bering deyapti aka. Keyin u yog'ini arka qilib. Holatiga qarab. Aka, bunimizni kvadrati 130 ming so'mdan tushgan. Bu stadionimiz kvadrati. Xo'p, ustiga tunikasi. Kvadrati tomini hisoblaysizlar, tunikasi bilan yo tunikasizmi? Yo'q, tunikasiz. 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 Ya'ni buning ichida materiali, svarshi ishlari, bukib berishlari, kram-pran hamma yo'q shuning ichida bo'lgan. To'ppa-to'g'ri aka. Joyda egasi faqat obed beradi. Endi yotoq kerak bo'lsa, yotoq bilan ta'minlaydi. Uzoqroq bo'lsa yotoq beradi aka. Uzoqroq bo'lsa. Uzoqroq bo'lsa yotoq beradi. Xo'p, endi mana chim nimalarda-chi bularni? O'zini buni boshqalar qilishadimi? Aka, chimlarda endi o'zini mutaxassislari bor aka. Ustalari bor, ha. O'zini ustalari bor aka. Biz mana shu chimni qo'yib olsa bo'ldi, shunga tayyor qilib beramiz aka. Xo'p, mana shu necha pulga tayyor bo'lgan aka umuman? Buni aka 170 millionga tayyor qilib berdik. 170 million so'mga chimsiz tunikasi bilanmi yo tunikasi alohidami? Yo'q, tunikasi alohida, tunikasini olib berdi, qotirib berdik. Shu 170 million ichida qotirib berilgan. Qotirilib berdi xizmat ichida. Xo'p, nechiga necha bet? Endi 22 metr, uzunligi 40 metr aka. Ha, uzunligi 40 metr. Zo'r. Mini stadion do'stlar. Mana biznesga hisob qilsangiz ham bo'laveradi buni. Ham yoshlarning kelajagiga ham sababchi bo'lasizlar, ham bir qism daromadli ham bo'lasizlar do'stlar. Xo'p, faqat shunaqa tom qilasizlarmi yoki boshqa tomlarni ham qilib beraverasizlarmi? Yo'q aka, katta-katta to'yxonalar tomini, katta-katta hozir angarlar, ishlab chiqarishlar, katta-katta binolarni ham yopib beraveramiz aka. Nima yopib beraverasizlar? Mana shu to'yxonalar tomi, endi kottejlarning orasini, asha jamiga mana shu temirdan nima bo'lsa aytishaveradi aka. Qilib beraverasiz. Qilib berilaveradi aka. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Xizmat O'zbekiston. Do'stlar, hozir bularda yana bitta joy bor ekan. Aynan o'sha buni уже tom holatda bo'lgan ekan. Hozir o'shini borib, o'sha yerda ham yana syomka qilamiz. Yoshlarni like qo'yib podishka qilamiz. Xo'p, ikkinchi obyektga yetib keldik. Bu 2 etajli bino, qurilish o'sha sanatoriyami, klinika bo'lyapti ekan do'stlar. Xudo xolasa mana bu yerda ham konteyner tomdan yopilgan ekan. Bitta savol, nimaga do'stlar g'isht sho'rlaydi? Mana shu hozir mana sho'rlagan deyshadi. Bo'ldi, g'isht devor sho'rlagan bo'lsa pishdi degani bu. Buni nima qilsa bo'ladi? O'z fikrlaringizni kommentariy yozib qo'ying, keyin g'ishtni sho'rni yuvsa bo'ladimi yo'qmi? Shuni ham yozib qo'yinglar. Xo'p, ustaki, ichkariga kiramizmi? Ha, kirsak bo'ladi o'zi. Bo'ldi, bo'lmasa ichkariga kiramiz, ketdik. Mana do'stlar, fonli konteyner tomdan qilingan.
ustaki polni profil qilingan ekan albatta pand. Polni profil. Boshdan oxirigacha necha metr bir? Aka boshdan oxirigacha 80 metr bor aka. 80 metr bor. Xo'p, tunikasini yopib bergan ekan. Tunikasini o'zidan yopib berilganmi, egalari o'zi yopdimi? Tunikasini yopib berdi aka. Ha, tunikasini yopib berilgan. Xo'p, aka endi mana buni kvadratini necha puldan necha pulgacha aka? Buni kvadratini aka 175 ming so'mdan qilib berganmiz. Aha. Devorni tayyor qilib bergan. Devorga tayyor qilib bergan. Sizlar kelib, olib kelib shuni yotqizgansiz. Kranni o'zidan olib kelasizmi ustiga? Yo'q, kranni uyda egasi qilib berdi. Kranlar endi uyda egasidan. Kranni qilib berdi uyda egasi, nimani? Oziq-ovqat Obed qilib beradi. Agar yotib qoladigan bo'lsa, yotoq joyini ham hisobga olasiz do'stlar. Bular endi Asakada bo'lganligi uchun Asaka, Andijon nimada o'zlari kelib qatnashaveradi. Lekin Voha, Toshkent, Vodiy tomonlar, Vodiydan u yog'i do'stlar уже xolasizlar, xolamasizlar yotoq bilan ta'minlashga to'g'ri kelib qoladi. Xo'p. Dolisi buni keyin tepasidan gipsokartonni ham bemalol qilishaveradi. Oybek aka bunga bemalol loy bosishaveradi. Ha, loy ham bosilaveradi. Ha, u qarang, yaxshi e'tibor bersangiz, Divino'li tayda shoti firma deymiz biz. Shundan bo'lganda aka. Bu loy bosgani, loy ko'taradigan holatga olib kelib yasaganmiz. Shunga moslab firmani yasaganmiz. Ha. Haligi taxtani tortib turib, vassalida qitirib turib. Vassalida turib, xolasa pena, endi hozir penalar ham hozir pena olib ketyapti. Ha, xolasa loy bostiraveradi. Ko'tarishi ham bemalol ko'taraveradi. Bemalol ko'taradi aka. Endi 15 metr aka. Endi 15 metr. Necha metrgacha qilib beraverasizlarmi nimasi? 25 metrgacha qilib beraveramiz Oybek. 25 metrgacha. Gohi joylarda ko'rdik, devor urilmagan bo'lsa ham dishotkasini qovurib turib qilib berishyapti. Shunday qilib beraverasizlarmi? Uni ham mana shu quruq yer bo'lsa ham noldan stoka qorilari bilan ko'tarib qilib beraveramiz. Endi narxda Oybek aslida u narxi aka 150 ming so'mdan 250 ming so'mgacha. Joyiga, turishiga, uzunligiga qarab, fermani ketishiga qarab ketadi, to'g'rimi? Kimdir aytayapti, nimaga 250 so'mgacha, 250 minggacha deyapti. 250 ming endi aka quruq yerda aka stoka qori hamma yo'g'ini mo'shni qilib qimbilmaydigan qilib aka tunikasini olib beradi xolos. Ustiga qotirib berish xizmatimiz ham ichida. 250 ming so'mdan kvadrat, 1 kvadrat. Devor tomni yopib berasizlar, keyin devorni o'zi ko'tarib olaveradi. To'ppa-to'g'ri aka. Ko'tarmasa ham turaveradi. Ko'tarmasa ham turaveradi. Zo'r. Do'stlar, xo'p, o'z fikrlaringizni kommentariyaga nima deb o'ylaysizlar? Uyda qanaqa tom bilan qilgan yaxshi? Taxtami, tunikami? Hozir mana endi ko'ryapsizlar, zamon o'zgaryapti. Oldin odamlar taxtadan nima qilardi, hozir mana nimadan? Penabloyni hech kim ishlatmasdi. Penabloy bo'lmaydi deyishardi do'stlar. Mana o'rtasiga penabloy qilishdi do'stlar. Xo'p. Mana penabloy bo'lmaydi deyishardi. Mana penabloy bo'lyapti. Polni hammasi penabloy bilan qilingan. O'ta chiroyli ham chiqar ekan mana tomon, kattaroq ekan. Oldin odamlar taxta rom ishlatardi. Hozir mana akfa romlar ishlatishadi, alutexlarda, akfa, enlberglar ishlatishyapti. Issiqroq bo'ladi to'g'risi. Hamma narsa zamon o'zgargan deb bo'lyapti. Xo'p, endi xizmatlaring qayerdan qayergacha? Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab, 12 ta viloyatda. Keyin Qozog'istonga ham qilib beraveramiz, O'rta Osiyodan. Qozog'iston ham qo'shni davlatlarga. Qirg'izistonga, Tojikistondan vizitlar bo'lsa qilib beraveramiz. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, shu yerdamisizlar, shu yerda bo'lsanglar, biz shu yerda biz kommentariy yozib qoldiringlar. Xo'p. Materiali hamma yo'q o'zlaringizdan bo'ladi. Material hamma narsa o'zimizdan. Aka, xuddi mana shu holatda tunikasi yo'q. Mana shu holatda qilib bitkizib beramiz. Tunikasini olib kelib berib, qotirib beramiz. Endi u tunikasi shuni ichida bo'ladimi, alohida narxda bo'ladimi? U alohida narxda bo'ladi. Yo'q, kelishiladi. Xizmat haqimi? Oybek. Xizmat haqi shuning ichida, dogovor ichida bo'ladi. Ha, dogovor. Shu 150 ming so'm, 250 ming so'mning ichida bo'ladi. Agar tunika qildirishadigan, shipr qilsa-chi, shipr. Shiprni ham shu xizmatni ichida olib beramiz. Shipr olib beramiz. Narxni ichida olib beramiz. Xo'p, buni ichida materiali, buni kraska qilib berish kerak bo'lsa, kraska qilib berasizlarmi? Uni ham kelishib qilib beraveramiz aka. Uni ham kelishilgan holda. Uni ham u kelishilgan holda. Keyin o'zimiz vodiyga, o'zi asli vodiyligimiz, Andijondanmiz. Vodiyga qulayliklarimiz bor. Seximiz bor aka. Seximizda yasab olib borib o'rnatib beramiz. Kimdir sharoit bo'lmashi mumkin-da aka. Usta baqishga u bo'lgan. Voha Toshkentlargacha, Voha Toshkentlarga endi iloji uzoqlik qiladi. Bizda tog' bor o'rtada. Tog'dan olib o'tish firmalar muammo bo'ladi. Shu joyda obyekt o'zida bizga yotoq joy sharoit qilib beradi, oziq-ovqatdan. Bo'ldi. Qolgan firmalar ichida yasab, terib, o'rnatib beramiz. Materialni olib borib o'sha yerda yasab materialdan vodiydan olib ketadi materiallar. Ha, tok beradi, obed-mabetini beradi. Bo'ldi, tushunaman aka. Zo'r. Yana bitta narsa, garantiyasi buni qanaqa? Misol uchun odamlar bosib qoladi,
qor bosib qoladi, ko'tarmaydi deyishyapti. Aka, garantiya xohlasa Cheruz notarius orqali ishlaymiz. Garantiya tomonlama. Biz o'zimiz mana garantiyani 100% beramiz. Xohlasa sinovdan o'tkazib ber desa, sinovdan ham o'tkazib beramiz aka. Sinovdan o'tgan ishlarimiz bor. Qaysi viloyatdan telefon qilsa, shu viloyatda qilgan ishlarimiz bor. Mana 10 yil oldin ham qilgan ishlarimiz bor, 15 yil oldin ham kecha tugatgan ishlarimiz ham bor. Bor. Qaysidir viloyatdan telefon qilsa, men manzilini aytaman, borib ko'rib kelishlari mumkin bemalol. Do'stlar, mana men barcha qo'limdan kelgan savollarni berishga harakat qildim. Agar qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, kommentariy yozib qolinglar yoki telefon qilib, kommentariy yozib bersanglar, men yana syomka qiladigan bo'lsak, yana ko'ryapsizlar, konteyner tom xizmatini ko'p reklama qilyapmiz. Shuning ichida mana orqalarga ham reklama qilyapmiz. Agar bermagan savollarim bo'lsa, o'sha savolni berib ketishga harakat qilaman. Xo'p, negativchilar konteyner tom yopiladi, qor bosib qoladi deganlarga do'stlar, shuncha yildan beri qilishyapti do'stlar. Va asaga kelsalaring, bilmayman, uylarda mana shu 2010-yildan bag'ida uylarda hammasi konteynerdan yopilgan, to'g'risi. 2010 gacha taxta qilingandir. Lekin undan oyoq hammasi konteynerdan qilingan. Sabab taxtadan arzon tushadi, taxtadan mustahkam tushadi. Taxtangiz 15-20 yildan keyin chiriydi, uni boshqa qilish kerak. Bu vechniy bo'ladi bu, to'g'risi. Bu mana tom chirib, teshilib ketmaguncha do'stlar xizmatini qiladi. Tuniga ham 40 yil, 50 yil garantiya berishadi. Demak, 40 yil bemalol turib beradi do'stlar. Like qo'yib, podдержка qilamiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar. Mana do'stlar, mana shu binoda ham 5-6 yil o'tib tomini loy bosishgan. O'sha ham konteynerda qilingan ekan. Yashil makonni ham mana qilishyapti ekan. Bu chiroyli chiqibdi, qaranglar, beryozalarda ekishibdi. Har xil turdagi O'zbekistonda yo'q daraxtlarni olib kelib ekishibdi. Mana shunaqa yashil makon ish qilib, landshaft qilish xizmati ham bor ekan. Ustagamiz nimalari, shu shetlari ustagamiz aytib, endi hijolat bo'lyaptilar. Bilasizlar, hamma ustalar ham hijolat bo'ladi. Ekranga chiqqan. Aka, nomeri necha aka buni? Nomeri 95lik. 95lik 443 443 0050. 0050. Agar murojaat qilishaveradi. Shunaqa yashil makon qilish kerak bo'lsa, aytilgan nomerga aloqa chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar.